O'zbekiston Respublikasining Davlat xavfsizlik xizmati to'g'risidagi qonuniga muvofiq maxsus xizmat vakolatlariga kiritilgan masalalar yuzasidan jismoniy va yuridik shaxslarning murojaatlarini tezkor qabul qilish maqsadida Davlat xavfsizlik xizmati kol markazi faoliyat yurita boshladi. Assalomu alaykum. Siz O'zbekiston Respublikasi Davlat xavfsizlik xizmati kol markaziga qo'ng'iroq qildingiz. Endilikda fuqarolar 1520 qisqa raqami orqali quyidagi masalalar yuzasidan murojaat qilishlari mumkin. Jumladan, O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyaviy tuzumi, suvereniteti va hududiy yaxlitligiga bo'lgan tajovuzlar haqida, davlat chegarasini qo'riqlanishi va himoya qilinishiga bo'ladigan tahdidlar to'g'risida, qurolli kuchlar va mudofaa sanoat majmuasida davlat xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlar, terrorizm, ekstremizm, uyushgan jinoiy guruhlarga oid, qurol-yarog', giyohvandlik vositalari va psixotrop moddalarning noqonuniy aylanmasiga doir jinoyatlar haqida, davlat manfaatlariga tahdid soluvchi korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar yuzasidan, milliy, etnik va diniy adovatni targ'ib etish, davlat manfaatlari va xavfsizligiga tahdid soluvchi huquqbuzarliklarni sodir etilishiga doir boshqa axborotlar. Shuningdek, Jinoyat protsessual kodeksining 345-moddasida belgilab qo'yilgan va tergovi Davlat xavfsizlik xizmati vakolatiga kiritilgan, Jinoyat kodeksining 8 va 9 boblarida ko'rsatilgan hamda 182, 223, 246 moddalarda nazarda tutilgan jinoyatlarga doir masalalar yuzasidan murojaatlar qabul qilinadi.